Bu yoqqa. Hay barakat. Ha, bolam nima bo'ldi? O'zingni bos, hay bolam. Hay. Oyjon. O'zingizni bosing, kelin, o'tiring. Nima, osmon uzilib yerga tushdimi? Ketaman oyi, boshqa chidamayman. Voy, ichimsizda. Ha, keting. Ketsangiz onasi o'tmagandan olib beraman. Unaqa demang oyi, o'g'lingizga onasidan boshqa hamma o'pgan tegmasa, boshqasi tegmaydi, chidamaydi bu xarakterga. Ha, bo'pti-da, unda chidab yashang. Yaxshi xotin ursa ko'chaga emas, uyda to'riga chopadi. O'g'lim kerak bo'lsa, tilla. Oyjon, tilla sariq bo'ladi, qora emas. Apting qurusin, kim u meni so'kayotgan sassiq? Voy, kim xafa qildi meni oppoq paxtadek qizimni? Ona, kiyan so'kdi meni. Qaynonam esa umrimni yedi. Ya, sizga yomonam havasim keladi. Nimaga? Gulday onamni bergan bo'lsam, Tog'day akamni bergan bo'lsam, yomonam baxtli odamsiz, Ha, endi singlim, yaxshi xotin eri ursa uy to'riga qochar ekan. Yomon kelin ko'chaga qochar ekan. Yaxshi kelin bo'lib uy to'riga qochib o'tiravering, ha? To'g'rimi oyijon? O'qdi jibsiz kelin. Har bir qiz o'zini qadrini bilish kerak. Xo'pmi? Shunday gulday tilla qizimni berib qo'yganman. Ostonamga yalinib kelsa ham bermayman endi qaytarib. Yur qizim. Buni o'g'li ham tilla, qizi ham tilla. Bu uydagi eng prostoy metal menmanmi deyman? Erkak kishi ham ayol kishiga qo'l ko'taradimi? O'tiradi urib yuboraman. Xiringlashmasan ishlalaring-chi? O'sha yer bizada ham bor. Ey, o'chir ovozingni. Ering kelmadimi hali? Yoz yotibdi, ko'targanim yo'q. Kerak bo'lsa chorniga ham tiqaman. Ha, dadasi qanday yaxshimisiz? Aql deydizmi? Tinchlikmi, nima bo'ldi, ha? Qachonlarimiz buzilgan ekan, santexnik chaqiruvdim. Ha, u buziladigandan qo'ymadik-ku, yaqinda qo'ydik-ku. Ha, O'rizordagi Siroj Pirimdan eng baquvvat kat yo'ldan qo'yganmiz-ku. Ey singilcha, simisiy tilla ustiga chiqib delvindek sakrasangiz ham buzilmaydi, sinovdan o'tgan. Anaqa assalomu alaykum oyijon. Tuzatdim. Qizim ketmaydi chiqarga. Bo'ldi, yo'q, qizim bormaydi chiqarga. Oyijon, qizingizni o'zidan ham so'rab ko'rarmiz balki. Onajon sog' bo'ling, dadasi ketdik.